Birinchi tavsiya. Yilda bir marta bo'lsa ham qon oldiring. Hijrama. Garchi biror kasallik yoki dardingiz bo'lmasa ham, bu ishni odatga aylantiring. Hijramadan so'ng tanangizda yengillikni his etasiz. Ikkinchi tavsiya. Chanqoqlik yoki suvga ehtiyoj sezmasangizda doim suv ichib yurishga odatlaning. Sog'liqqa putur yetishdagi asosiy muammo tanadagi suv yetishmovchiligidir. Bu ayniqsa 35 yoshdan keyin tananing suvga ehtiyoji yana ham ortib boradi. Uchinchi tavsiya. Dunyoning ishi zimmangizda bo'lsa ham sport bilan shug'ullaning. Piyoda yurish, suzish yoki biron turdagi sport bilan shug'ullanib, a'zolarni harakatlantirib turish lozim. Aks holda umurtqa pog'onasidagi disk churralari, suvakning yemirilishi, bir joyda uzoq o'tirsangiz, turishga qiylanishingiz aynan sport bilan shug'ullanmasligingizdan kelib chiqadi. Eng kamida unutmang, 30 daqiqa piyoda yurishingiz kerak. To'rtinchi tavsiya. Ovqatlanishni kamaytiring. Odam bolasi uchun qaddini tutib turishga bir necha luqma kifoya qiladi. Ovqatga juda ishtaha qo'yib, och ko'zlarcha yeyishni bas qiling. Chunki ko'p ovqat yaxshilikka olib bormaydi. Butunlay yemasdan ham qo'ymang, balki miqdorini ozaytiring. Inson qaddi rostlaguncha taom yesa bas. Ko'proq suyuq taomlarni, tabiiy taomlar, meva, sabzavotlar va salatlarni iste'mol qiling. Buning koni foyda ekanligini bilasiz. Beshinchi tavsiya. Imkoni boricha mashina minmaslikka harakat qiling. Biror joyga borishni istasangiz, piyoda yurib boring. Masalan, masjidga, do'konga, ziyorat va hokazolarga yurib borishni odat qiling. Siz qanchalik kam piyoda yursangiz, tanangizning harakati shuncha kamayadi. Natijada qon aylanishi ham joyida ivishni boshlaydi. Shuning uchun hayot harakatdan iborat. Oltinchi tavsiya. G'azab va asabiylashishni to'xtating. Ishlarga ko'z yumib, beparvoroq bo'lishga harakat qiling. Bezovta bo'linadigan ishlarga aralashavermang. Bunday qilishingiz